Lekin ayrim bemorlarda bu bodamcha bezi o'zini funksiyasini yo'qotadi, ya'ni surunkali kasallik rivojlanadi. Ya'ni o'zi infeksiya manbaiga aylanib qoladi. Masalan, sizda surunkali tonzillit borligini belgilari nima? Birinchisi bu tez tomoqda muammo bo'lishi. Ayrimlarda oyoqlar va bo'g'imlarda og'riq belgisi bo'lishi mumkin. Ayrimlarda yurak va buyraklarda muammo paydo bo'lishi mumkin va ayrimlarda faqat tomog'i yiringlab ketaveradi. Endi qaysi holatda surunkali tonzillitni operatsiya qilib bo'lmaydi? Misol uchun sizda surunkali tonzillit belgisi bor, yoshingiz 60 dan oshgan. Bunday holatda ham operatsiya qilmagan ma'qul. Agar sizda og'izdan noxush hid keladigan bo'lsa yoki bodamcha bezi tez angina bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni yiringlab ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa bodamcha bezida qarasangiz oq yiringli probkalar paydo bo'ladigan bo'lsa, bodamcha bezingizda qarasangiz, ya'ni angina qarasangiz ichlarida teshiklari kattalashib qolgan bo'lsa, demak sizda katta ehtimol bilan surunkali tonzillit bor. Surunkali tonzillit bu bodamcha bezining surunkali yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Ushbu rolik davomida surunkali kasallikda nima belgilari bor, nimasi bilan xavfli va qanday qilib surunkali tonzillitdan butunlay qutulish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Men doktor Butayev, 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, yoki xurraga o'tsangiz, yoki bo'lmasa tez angina bo'ladigan bo'lsangiz, yoki burningiz shakli o'zingizga yoqmasa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin, sizga yordam beraman. Demak, boshladik surunkali tonzillit. Demak, surunkali tonzillit qanaqa kasallik bu? Bodamcha bezining surunkali yallig'lanish kasalligi. Ya'ni bodamcha bezi og'iz bilan tomoqning o'rtasida joylashgan bo'ladi va ovqat tarkibidagi mikroblardan bitta ekzemplyar olib, uni analiz qilib, nima mikroblar kiryapti organizmga, shuni aniqlaydigan organ hisoblanadi. Immun sistemada juda katta ahamiyatga ega. Lekin ayrim bemorlarda bu bodamcha bezi o'zini funksiyasini yo'qotadi, ya'ni surunkali kasallik rivojlanadi. Ya'ni o'zi infeksiya manbaiga aylanib qoladi va bunda surunkali tonzillit kasalligi kelib chiqaradi. Endi surunkali tonzillit qanday belgilari bor? Odamda nima bezovta qiladi? Masalan, sizda surunkali tonzillit borligini belgilari nima? Birinchisi bu tez tomoqda muammo bo'lishi. Bu angina shaklida bo'lishi mumkin yoki bir narsa tiqilgandek bo'lishi mumkin. Ikkinchi belgisi bu og'izdan hid kelish. Uchinchi belgisi bu bodamcha bezida xuddi yot modda turgandek, xuddi bir narsa turgandek bo'lishi. Keyingi belgisi bodamcha bezida, ya'ni anginada oq yiringli probkalar paydo bo'lishi. Ayrimlar qattiq aksirganda, tomoqni qirganda, yutalganda ham chiqib ketishi mumkin bu. Keyingi belgisi umumiy belgilar, holsizlik bo'lishi. Ayrimlarda oyoqlar va bo'g'imlarda og'riq belgisi bo'lishi mumkin. Ayrimlarda yurak va buyraklarda muammo paydo bo'lishi mumkin va ayrimlarda faqat tomog'i yiringlab ketaveradi. Bu surunkali tonzillitning asosiy belgilari hisoblanadi. Endi surunkali tonzillit belgilarini bildingiz, qanaqa tekshiriladi? Bu lorga kelinadi va lor sizni tomog'ingizda shpatel yordamida ko'radi va ko'rgandan keyin ichida agar yiringli probkalar aniqlansa, sizda bu surunkali tonzillit diagnoz qo'yiladi. Uni belgilari bor. Zak, gezi belgisi bor, prebrezhenskiy belgilari bor. Uni lor vrachlar juda ham yaxshi bilishadi. Endi keyingisi, sizda surunkali tonzillit bor, u qanaqa davolanadi? Agar sizda surunkali tonzillit bo'lsa-da, bodamcha bezida yiringli probkalar yig'iladigan bo'lsa, bir yil tursangiz 2-3 yilgacha qaytib yig'ilmaydigan bo'lsa, unda vaqtinchalik bodamcha bezini yudirib tursangiz ham bo'ladi. Lekin asosiy davo bu faqat operatsiya hisoblanadi. Chunki bodamcha bezi o'zining funksiyasini bajarmadimi, u albatta operatsiya qilib davolanadi. Operatsiyaga ko'rsatmalar nimalardan iborat? Agar siz yilida 3 martadan ko'p angina bo'lsangiz, ya'ni bodamcha bezi yiringlab ketsa, uni operatsiya qilib olib tashlanadi. Ikkinchisi ko'rsatma og'izdan hid kelishi. Agar sizda og'izdan yoqimsiz hid keladigan bo'lsa va buni sababi bodamcha bezidagi yiringli probkalar bo'lsa, bunday holatda ham operatsiya qilib olib tashlanadi. Uchinchisi, hayotingizda bir marta bo'lsa ham paratonzillar abses bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni yiringlab ketib, yiring yon to'qimalarga o'tib ketib, kestirib ochtirgan bo'lsangiz, buni kestirib ochtirgan odamlar juda ham yaxshi bo'ladi. Bunda ham olib tashlash kerak. Va uchinchisi, sizda surunkali tonzillit bor, probkani yudiraverasiz, u qayta paydo bo'laveradi. Yudiraverasiz, yana qayta paydo bo'laveradi. Bunday holatda ham operatsiya qilish kerak bo'ladi. Va keyingisi, shu surunkali tonzillit sizni boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'lsa, ya'ni sizda oyoqlaringiz va bo'g'imlaringizda og'riq paydo bo'lgan bo'lsa va buyrakka ta'sir qilgan bo'lsa, buyrakka nima ta'sir qilgan bo'lsa, pielonefrit va glomerulonefrit kasalligi yuzaga kelgan bo'lsa, yoki yurakka ta'sir qilib, yurakda aritmiya, mitrokardning yetishmovchiligi
bo'lsa yoki miokardit bo'lsa, bunday holatda ham operatsiya qilish kerak bo'ladi. Surunkali tonzillitni ko'rsatmalar juda ham xilma-xil. Endi qaysi holatda surunkali tonzillitni operatsiya qilib bo'lmaydi? Misol uchun sizda surunkali tonzillit belgisi bor, yoshingiz 60 dan oshgan. Bunday holatda ham operatsiya qilmagan ma'qul. Va keyingisi yuragingizda muammo shunchalik bo'lib ketganki, siz vaqtida davolatmagansiz, u dekompensatsiya bosqichiga o'tib ketgan. Bunday holatda ham уже operatsiya qilinmaydi. Yoki sahrin diabeti bor, insulin olib yurasiz, bunday holatda ham operatsiya qilib bo'lmaydi. Yurak yetishmovchiligi belgilari bo'lsa, dekompensatsiya bosqichida bunday holatda ham qilmaydi. Ayrim qon kasalliklarida, ya'ni qon ivishi bilan bog'liq kasalliklarda ham operatsiya qilib bo'lmaydi. Bemorning umumiy holati qilib bo'lmaydi. Vaqtinchalik operatsiya qilib bo'lmaydigan kasalliklar bor. Ya'ni sizda hozir temperaturangiz chiqib turibdi, angina bo'lib turibsiz. Hozir qilib bo'lmaydi, yaxshi bo'lgandan keyin qilsa bo'ladi. Yoki gripp, qizamiq, boshqa infeksion kasalliklar bilan kasallandingiz, hozircha qilib bo'lmaydi, yaxshi bo'lgandan keyin 1 oydan keyin albatta qilsa bo'ladi. Tonzillektomiya operatsiyasi qanday kechadi? Tonzillektomiya operatsiyasi bu umumiy og'riqsizlantirishda bo'ladi, ya'ni narkozda bo'ladi. Bu nima uchun? Bemor hech qanaqa operatsiya vaqtida diskomfort his qilish kerak emas, qo'rqish kerak emas, og'rimaslik kerak, hech narsani bilmaslik kerak. Bitta uxlab, bitta turish kerak. Shuning uchun umumiy og'riqsizlantirishda qilamiz biz. Ya'ni bemor uxlaydi, turadi. Va ikkinchisi radioto'lqin yordamida, kablator yordamida qilish mumkin. Bunda bodamcha bezi kuydirib olinadi va bemorda qon ketish juda ham minimalli bo'ladi. Endi operatsiya yarim soat davom etadi, bemor klinikada 1 kun yotadi. 1 kundan keyin bemorimizni chiqarib olamiz. Keyingisi operatsiyadan keyingi asoratlar. Nima asoratlar bo'lishi mumkin? Operatsiyadan keyin eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu qon ketish asorati hisoblanadi. Birinchi 3 kunda erta asoratlar bo'lishi mumkin va 10 kundan keyingi kechki asoratlar bo'lishi mumkin. Bu qon ketish asoratlari 1 oygacha kuzatilishi mumkin. 1 oydan keyin уже bitib ketadi, bunaqa asorat kuzatilmaydi. Agar misol uchun bemorimizga surunkali tonzillit qo'yildi va operatsiya taklif qilindi, operatsiya qildirmasa nima bo'lishi mumkin? Umuman surunkali tonzillitni davolamasa nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Birinchi oqibat bu revmatizmga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu revmatizm juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Bu barcha a'zolarni biriktirish to'qimani kasalligi bilan kechadi. Ya'ni u yurakka ham ta'sir qilishi mumkin, mitroklapan yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Buyrakka ta'sir qilishi mumkin, pielonefrit, glomerulonefritga olib kelib, buyrakni umuman ishdan chiqarishi mumkin. Undan tashqari ayollarda hayz buzilishi va keyinchalik bepishlikka ham olib kelishi mumkin. Chunki surunkali tonzillit hamma biriktiruvchi to'qimalarni zararlaydi. Shu jumladan tuxum nonni birinchi biriktiruvchi to'qimasini ham. Yana nima asoratlar bo'lishi mumkin? Tez angina bo'lib, shunchalik har bir xil bolalar har oyda bir marta angina bo'lishi mumkin. Bu juda ham katta asoratlardan biri hisoblanadi. Asosan qalqonsimon bezga ta'sir qilishi mumkin. Qalqonsimon bezni to'qimasini zararlashi mumkin va endokrin kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat. Agar sizda angina muammosi bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatim keling, operatsiya qilib yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.